Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchisiz. Rasmiy litsenziyaga ega firma orqali umra safariga borishni niyat qilyapsiz. Biz hozir Hikmat Travelga Abdug'affor akam oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum Abdug'affor aka. Va alaykum assalom. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, sharoitlari, sanalari, narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Abdug'affor aka, birinchi o'rinda ziyoratchilarimizga qanaqangi sharoitlar tayyorlangan? Xo'p, sharoitlarimiz gastitsamiz Divan al-Hijra Madinada. 150 metr uzoqligi. Makkada Sama al-Misk uzoqligi 800 metr. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada 5 dan ortiq ziyoratlarimiz, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va Qizil dengiz sayohati ham buni ichiga oladi. 50 boshlarimiz qanaqa bo'ladi aka? Xudo xolasa 50 boshimiz aeroportdan birga borib, birga kelishadi inshaalloh. Xudo xolasa yaxshi ilmli, tajribali 50 boshlar qo'yilgan aka. Ha, tajribali. Xudo xolasa yana bundan tashqari aeroportda firma tomonidan nimalar taqdim qilinadi aka? Xo'p, aeroportda bundan tashqari biz nimcha beramiz va so'mka, bejik va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qaytishayotganda-chi aka? Qaytishayotganda 5 litr zamzam suv xudo xolasa beriladi. Xudo xolasa endi aka qaysi sanalarga reyslar qo'yildi? Va narxlari qanaqa? Iyul, avgust oylariga ham qabullar ochilganmi? Xo'p, mana shu oyda 17 va 24 iyundan kunlar reyslarimiz bor. Toshkent Jidda orqali. Buni $1035 qilib beramiz summasini. Vodiydan ketaman deydiganlarga 18 va 24 iyundan kunlari bor. Bu Farg'ona Jidda. Buni ham $1035 qilib beramiz. Obunachilaringizga masalan keyingi oyga boramiz yoki avgustga boramiz deydiganlarga ham уже qabulni boshladik. Bemalol joylarni bron qilsa bo'laveradi. Bu oylardikini ham o'zgarmagan holatda $1035 dan qilib beramiz. Masalan, iyulda yoki avgustda narxlar oshib ketdi deylik, ular joylarni bron qilishgan. Xuddi shu narxda uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa hech qanaqa summalar qo'shilib qolmaydi. O'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Xo'p, Abdug'affor aka 4 kishi, 8 kishi, 12 kishi bo'lib, ko'pchilik bo'lib borishmoqchi bo'lsa, chegirmalari bo'ladimi aka? Mana shu narxdan ham picha o'tib beramiz, ko'pchilik bo'lib boradiganlarga. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlarga qanaqa? Hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqishaversin. Ularga ham zo'r qilib narxlarni chiqarib beramiz. Birga ishlayveramiz. Xudo xolasa obunachilar ekranda raqamli Abdug'affor akam nomerlari aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumotlarni beradilar va bitta savol aka, ofisga tashriflar qanaqa bo'ladi? Xo'p, ofisga borib joyimizni bron qilamiz deydiganlarga ofislarimiz respublika bo'yicha Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bemalol ofislarimizga borib o'z joylarini bron qilsa bo'laveradi. Onlayn joylarni bron qilmoqchi bo'lganlar ham aloqaga chiqsalaring ma'lumotlarni berishadi. Bo'laveradi. Bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.